Sizlar bilan Timur va mana bu videoni sun'iy intellekt chizib bergan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu degani dunyo boshqa oldingidek bo'lmaydi degani. Masalan, mana shunaqa videoni bironta production kompaniya yoki SMMchilar syomka qilish uchun qancha pul ishlatishadi. Siz esa bor yo'g'i o'z uyingizda o'tirib olib, oyiga $20 to'lab, mana shunaqa ajoyib videolarni kadrma-kadr chizib chiqishingiz mumkin. Va u avtorskiy bo'ladi. Hozircha bu tendensiya endi boshlandi-ku, lekin men o'ylashim bo'yicha bu harakat yaqin yillar ichida ko'pgina kasb egalarini nonini olib qo'yadi. Nega? Chunki bu servis nafaqat qanaqadir mashinalarni, uylarni yaxshi chizib beryapti, balki odamlarni, ularning yuzlarini, ularning mimikasini shu darajada aniq va tiniq chizib beryaptiki, siz ajrata olmay qolasiz. Qayerda sun'iy intellekt chizgan, qayerda esa u haqiqatdan syomka qilingan. Bunaqa turdagi neyronkalar dunyoni, mediani, odamlarni to'liqligicha o'zgartirib yuborishi aniq agarda shunaqa tendensiya bo'yicha ketsa. Bu servisning nomi Sora.com. Bu servis ham OpenAI ga tegishli, ChatGPT ham ularga tegishli. Chiqqaniga 10 oy bo'lsa ham barcha odamlarga dostуп yaqinda ochildi. Shuning uchun men ham birinchilar orasida bu servis bilan sizlarni tanishtirib ketay dedim. Xo'sh, kompyuterni olamiz va Sora.com deb yozamiz. Bu servisni ishlata olishingiz uchun sizda ChatGPT 4.0 ga podpiskangiz bo'lsa bas. Uni narxi $20 turadi. Keyin o'sha akkaunt bilan Soraga kirasiz. Xo'sh do'stlar, qarang, videoni kulminatsiyasiga o'tishimizdan oldin kelinglar, men bu servisga nimalar chizdirganimni hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Masalan, mana bu videoga e'tibor bering. Bir ayol kuxnyada turib, blinchik pishiryapti. Va bu videoni sifati maksimal darajada real hayotga yaqin. Agarda ko'chadan bironta odamni ko'rsatsangiz, u farqiga bormasligi ham mumkin, что buni sun'iy intellekt chizganligiga. Va bunaqa video olish uchun men bor yo'g'i bir odam kuxnyada blinchik pishiryapti deb yozganman, bo'ldi. Masalan, shunaqa videoni siz real hayotda tushirib olaman desangiz, qancha pul xarajat qilasiz? Nega? Chunki production kompaniyani nanimat qilasiz. Keyin ular maxsus bir kuxnyali joy topadi, svet qo'yadi, personajni olib keladi, hamma narsani nastroy qilguncha qancha vaqt va pul ketadi. Bu yerda siz bor yo'g'i $20 evaziga mana shunaqa videolarni kadrma-kadr chizdirishingiz mumkin. Endi mana bu videoga e'tibor bering. Qay darajada mazali burger, ayniqsa qorningiz och bo'lgan paytida. Agarda menga mana shu videoni shunchaki ko'rsatishganda, meni xayolimni uchiga ham kelmagan bo'lar edi buni sun'iy intellekt chizganligini. Va bu videoni olish uchun men qanaqa prompt yozganman. A close scene of delicious fatty burger with 3x meat and rucola deb yozganman. Xullas, juda ham bir mazali burger, ikkita go'shti bilan va rucola bilan deb yozganman. Food blogerlar nima bo'ladi endi? Ovqatni makro syomka qiladigan odamlar nima bo'ladi endi? Bunga kim javob beradi? Keyingi sahnamiz ikkita odam Registon maydonida osh yeb o'tiribdi deb yozdim-u va mana qanaqa natija oldim. Juda ham ajoyib. Odamlar ham juda ham ajoyib tarzda chizilgan, ularning mimikasi, soqoli, sochi, hamma narsasi. Da bir ikkita kamchiliklari bor, hozir ularga ham kelamiz. Va meni ajablantirgan narsa shundaki, bu servisning internetga dostupi bor va Registon maydoni, Registonni o'zi qanaqa ko'rinishga egaligini ko'rib turib, xuddi shunaqa qilib bizga chizib beryapti. Da buni o'zini kamchiliklari ham bor. Masalan, mana bu oshga e'tibor bering. Ko'ryapsizmi? U qimirlab yotibdi. Xuddi ichida qanaqadir bir qurt bordek. Mana bu videoni chiqarish uchun esa men mana bunday deb yozdim. Imagine a 50 years old Uzbek man taking a selfie at the Statue of Liberty in New York. Ya'ni 50 yoshga kirgan o'zbek odamni tasavvur qil, u Statuya Svobodani oldida selfie qilyapti deb yozdim va juda ham ajoyib videoni menga chiqarib berdi. Odamni rostdan ham zo'r chizgan, lekin masalan do'ppi da o'zbek odamlari do'ppi kiyishiga aqli yetibdi-yu, lekin do'ppini naqshlari bunaqa bo'lmasligiga aqli yetmabdi. Endi keling birgalikda sizlar bilan bu servisga har xil promptlarni berib ko'ramiz va nima chizib berishini ko'ramiz. Xo'p, qarang. Tech YouTuber is making a phone review. Xo'p, texnoblogger bir telefonni obzor qilyapti deb yozdim. Endi ko'ramiz nima chizib beradi ekan. Ketdi. Wow! Qarang do'stlar. Bu вообще super chiqarib beribdi-ku. Qarang, odamni ko'ryapsizmi? Odamni. Bu haqiqiy odam-ku. Buni sun'iy intellekt chizgan demaysiz masalan. Lekin buni realni sun'iy intellekt chizgan, qani haq ketib qolding. Mana ikkinchi varianti.
Реально техноблогерский stol, реально MacBook, mikrofon. Zo'r-ku. Ikkinchi promptni yozamiz. A lovely couple is walking in New York City. Ya'ni sevishganlar New Yorkda aylanib yurishibdi deb yozdim. Qani. Wow. Qarang, detallarini qarang. Detallarini, odamni qanaqa ajoyib chizganligini. Sariq taksilar, bu haqiqiy New York City. Odamlarning ko'pligi super prosta. 3-chi promptni beramiz. Brown bear is chasing a man in a dense forest. Ya'ni yovvoyi ayiq bir odamning orqasidan quvlab yuribdi o'rmonda deb yozdim. Qani. Afigit. Lekin ayiq nimagadir u yerga ketib qoldi, u tarafga ketib qoldi, bu tarafga ketib qoldi. Odamni qarang. Wow. Super. Undan tashqari, masalan, siz Recents ga kirsangiz, bu yerda har xil odamlar nima chizilganini ko'rishingiz mumkin. Mana shu barcha videolarni sun'iy intellekt chizib bergan har xil odamlarning zaproslari bo'yicha. Marhamat, kiring sora.com ga va bu narsani o'zingiz o'rganib chiqishingiz mumkin. Ko'ryapsizmi, qay darajadagi progress? Men to'g'risini aytsam, hayratdaman. Ham yaxshi tomonlama, ham yomon tomonlama. Nega yaxshi masalan? Chunki men blogerman va men video qilayotgan paytimda quruq gap gapirishdan tashqari o'sha gapimni ustiga uni video sifatida tasvirlab bersam, odamlarni diqqatini ushlab qola olamanmi? Ushlab qola olaman va bu menga faqat plusga o'ynaydi. Ikkinchi plusi bu, masalan, siz faqat o'zbek tilini bilasiz va o'zbek tilida Google ga kirib birorta savol bersangiz agar javob chiqmasligi mumkin. Hozir bizning qo'limizda ChatGPT bor. ChatGPTni besplatniy versiyasiga ham, shunchaki masalan, tomog'im og'rib qolsa, uy sharoitida nima qilay deb savol bersangiz, u sizga masalan o'zbek tilida javob chiqmasa internetdan, ingliz tilidagi, rus tilidagi manbalardan olib, uni o'zbek tiliga tarjima qilib sizga chiqarib beradi. Va bu narsa bizga dunyoda bo'layotgan barcha yangiliklarni, yangi voqealarni, yangi ma'lumotlarni birinchidan bo'lib o'rganishga yordam beradi. Masalan, keling o'sha savolni ChatGPT ga yozib ko'ramiz. Tomoq og'rib qolsa, uy sharoitida nima qilsa bo'ladi? Xo'sh. Mana sizga javob. Mana iliq ichimliklar ichish, masalan, iliq choy, romashka, tuzli iliq suv bilan tomoqni chayish, bug' qilish, asal va zanjabil, namlik va havo sifatini yaxshilash. Polsizga tushuntirib beryapti nima qilishdi. Pluslardan tashqari albatta minuslari ham bor va meni nazarim bo'yicha minuslari go'yoki ko'proqdek. Masalan, bunaqa tarzda sun'iy intellektning rivojlanishi yaqin kelajakda ko'pgina kasblarni yo'qib tashlaydi, bu narsa aniq. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu odamlarning konfidensialligiga xavf yetkazishi mumkin. Masalan, aytaylik, sizni qizingiz bor, kichkina qizingiz bor. Va qanaqadir moshenniklar sizni qizingizni tashqi ko'rinishi bilan sizga video zvonok qiladi. Sizni qizingizni ovozi bilan sizga gapiradi va sizdan pul talab qiladi. Xavflimi? Albatta xavfli. Shuning uchun men sun'iy intellektni bunaqa tezlik bilan rivojlanishiga sal skeptik nuqtai nazar bilan qarayman. Shu narsani tekshirib ko'rish uchun men Soraga o'zimning rasmimni tashlab ko'rdim. Qani, meni yuzim bilan bironta odamni nimadir qilayotganini chizib berchi deb. Lekin u chizib bermadi. Nega? Chunki $20 tarifida bu narsani qilib bo'lmas ekan. Oyiga $200 tarifi ham bor. O'sha tarifda bu narsani qilib bo'ladi ekan. Sun'iy idrokni hozirgi paytda million xili mavjud va sun'iy intellektning chiqishi dunyoni uje o'zgartirib yubordi. Masalan, ChatGPT bor bizda, matn yozish bo'yicha maksimal darajada zo'r ishlangan servis. Ya'ni meni magistratura bo'yicha dissertatsiyamni ham sun'iy intellekt, ya'ni ChatGPT yozib bergan do'stlar va men o'tib ketdim. Masalan, bakalavrda o'qiyotgan paytimiz bunaqa narsa yo'q edi. Masalan, kursovoy ishi bo'ladimi, dissertatsiya ishi bo'ladimi, hammasini o'zimiz yozardik. Har xil manbalardan o'qib olib, keyin o'zimizning so'zimiz bilan. Va shu natijasida
bironta matnni perfrazировать qilish skillimiz oshib ketgan edi. Hozir hamma narsa tayyorga ayyor bo'lib qoldi. Va shuning natijasida meni o'ylashim bo'yicha bizning yoshlarimiz dangasa bo'lib ketyapti. Matndan tashqari masalan rasm chizadigan sun'iy intellektdan bor. Bu Midjourney yoki ChatGPT ni o'zi. Eslaringizda bo'lsa, Instagramda Heygen degan bir sun'iy idrokni men obzor qilib bergan edim. Ya'ni siz hozir ingliz tilida kontent qilishingiz uchun ingliz tilini bilishingiz shart emas. Masalan, men rus tilida bitta video yozib Heygenga tashlab bersam, u meni ovozim bilan og'zimni qimirlatishlarini ham to'g'rilab ingliz tilida gapirtirib beradi va mana o'sha videoni sizga qo'yib beraman. Masalan, qarang, mana bu meni rus tilida odatiy gapirishim. Привет, меня зовут Тимур, мне 27 лет, я занимаюсь ютубом с 2015 года. Сколько лет получается? Отсюда 5, отсюда 4, практически в этом году будет 9 лет, как я этим занимаюсь. А тематика моего канала это техно, я делаю обзоры на разные гаджеты. Endi ingliz tilida. Hi, I'm Timur, 27 years old, I've been YouTubing since 2015. How many years does it make? From here 5, from here 4, practically this year will be 9 years since I've been doing this. The theme of my channel is technology. I make reviews on various gadgets. Endi fransuz tilida. Bonjour, je m'appelle Timur, j'ai 27 ans. Je fais YouTube depuis 2015. Combien d'années cela fait-il? De la 5, de la 4. Pratiquement cette année, cela fait 9 ans que je m'occupe de cela. Le thème de ma chaîne est la technologie. Je fais des critiques sur différents gadgets. Endi nemis tilida. Hallo, ich bin Timur, 27 Jahre alt, mache YouTube seit 2015. Wie viele Jahre? Von hier 5, von hier 4. In diesem Jahr werde ich seit 9 Jahren damit beschäftigt sein. Mein Kanalthema ist Techno. Ich bewerte verschiedene gadgets. O'zi bu video faqat rus tilida olingan. Qolgan tillarga esa sun'iy intellekt meni o'zimning ovozim bilan uni perevod qilib berdi. Agarda 10 yil oldin menga mana shunaqa narsalar bo'ladi deb aytganida men umuman ishonmagan bo'lardim. Unisi ham mayli, hozirgi paytda shunaqa sun'iy intellektlar borki, masalan siz bitta katta matnni tashlab berasiz, maxsus bir ovoz tanlaysiz, maxsus bir intonatsiya tanlaysiz va o'sha ovoz va intonatsiya bilan sizga o'sha matningizni o'qib beradi. Masalan, Elon Muskning ovozida ham o'qib berishi mumkin. Bu narsa bir tarafdan ajoyib, bir tarafdan esa qo'rqinchli. Bunaqa tendensiya hattoki blogerlarni ham kelajakda nomini ikkita qilishi mumkin. Qanday deysiz? Masalan, qanaqadir bir искусственный, ya'ni sun'iy personaj yaratiladi, unga maxsus ovoz beriladi, maxsus xarizma beriladi va u har xil mavzularni chiqib tahlil qilib beraveradi. Masalan, ma'lumot yetkazish bo'yicha birinchi o'ringa chiqib ketishi ham mumkin. Odamlar blogerlar nima uchun ko'radi? Ma'lumot yetkazishi uchun, yoki xarizmasi uchun, yoki podachasi uchun ko'radi, to'g'rimi? Lekin ma'lumotni to'g'ri yetkazish bo'yicha o'sha sun'iy personajni ko'rishi mumkin keyin. Men sun'iy intellektni bunaqa darajada tez rivojlanib ketishidan unchalik xursand emasman. Gapimga qo'shilasizmi yo'qmi bilmayman. Agar qo'shilsangiz, izohlarda yozib qoldirib keting. Sizlar bilan har doimgidek Timur Xatamov, aka Teamline. Keyingi rolikda ko'rishguncha o'ylaymanki, sizga bu servisni maromiga yetkazib, tahlil qilib berdim degan umiddaman. Ko'rishamiz.